Hurmatli obunachilar, qo'ydi mana bunday go'zalini, chiroylisini zo'rini olaman deganmidlaring. Bugun videoni oxirigacha ko'rsalaring, xudo xolasa, qo'chqorlarni zo'rlaridan chiqadi. Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz. Akalar, bugun biz Namangan viloyati Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'idan video syomkalarimizni olib boramiz. Hop, akalar, bugun hafta kuniga shanba 2025-yil 7-mart. Xudo xolasa akalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Biz o'sha kanalimizda o'tgan safar ham qo'ylarning narxini zo'r qilib, yo'lida qilib qo'yib bergan akamiz Dilmurod akamizni mini qo'y fermalariga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum. Dilmurod aka, tuzingmisiz? Charchamasdan. Nima gaplar aka? Xudo xolasa qo'chqorni zo'ri-yu, ha? Ha, qo'chqorni zo'ridan. Qo'chqorni chiroylisidan, yaxshisidan olaman deganlar. Jonivorni qaranglar aka. Hop, Dilmurod aka, endi buni ma'lumotlarini bering. Bu qo'zi 9 oy bilan 10 oylik o'rtasidagi qo'zi. 9 oy bilan 10 oylikda o'rtasidagi qo'zi akalar, qo'ydi qaranglar. Kiloga kelib qolgan bu. Kiloga kelib qopti haqiqatdan mana akalar. Mana akalar. Kiloga kelib qolgan. Xudo xolasa sekin kiloga. Oldilari ham kiloga kelib qolgan bu. Oldi ko'hraklarni ham bir ko'rsatib qo'yaylik mana. Tulovda oldi ko'hraklari ham zo'r, oyoq kastiyak, hamma tomonlama kelishgan, chiroylisidan olaman degan akalarimizga. Buni endi bo'ybaslari qanaqa Dilmurod aka? 90 chiqadi bo'yi. 85 plus balandroq olishaveradi. Xohlasang 90 ga olish, olsang 85 ga olish. Bo'ybaslari 90 chiqadi, 85 plusga olsa bo'laveradi. Olaveradi. Akalar, o'sha 85 plusga olsalaring borgandan keyin Dilmurod akamiz ham sizlar ham hijolat bo'lib qolmaysizlar, xudo xolasa. Buni aka liniyalari qanday? Buni liniyasi bormi, yo'qmi? Buni egasi fransuz liniya deb bergan. Egasi fransuz liniya deb bergan, ha? Endi biz qanaqaligini bilmaymiz, lekin o'sha aytganini aytyapmiz mana. Qulog'i 21, 20 plusga olishaveradi. Quloq parametrlari akalar 21, 20 plusga olaverasizlar, xudo xolasa. Bo'ybaslarini aytib o'tdik. 7-sidan garantiya beriladi. Liniyalari fransuz deb berishgan ekan. Hali qo'zichoq. Endi buni narxi qanday bo'ladi? Buni narxi 15 million. 15 million. Bo'ladi qani. Telefon qilganga xudo xolasa xayr sunnatiga o'tib beriladimi? Qo'yib beraman. Hop, hurmatli obunachilar, telefon qilsalaring xudo xolasa xayr sunnatiga o'zimiz o'tib beriladi akalar. Qo'ydi yaxshisini olaman, zo'rini olaman deganlar bittadan laykni bosib akalar, kommentariyga otangga rahmat deb yozib ketinglar. Bo'lmasam biz keyingi partiyalarimizni boshlaymiz. Keyingi partiyalarimizga ham qo'ydi boshqachalardan chiqadi akalar. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga xudo xolasa akalar mana jonivorni qaranglar. Garbonoslari nima deyapti? Qo'ydi go'zalini olaman deganlarga xudo xolasa akalar, mana oldi ko'hraklari kelishganidan zo'ridan olaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz akalar. Bittadan laykni bosib otangga rahmat deb qaddishga qilib ketinglar akalar. Dilmurod aka, buni bo'ybaslari qanaqa aka? Buni bo'yi ham 90. 90. 7 sog'lomliklaridan muammolari yo'q. Yoshlarning Qo'zi bu. qo'zimi? O ancha qo'zi bu ham mana. Hali qo'zichoq ekan akalar, bu 9-10 oylik Ha, shunaqa. plus minus ha. Shunaqa. 9-10 oylik atrofidagi plus minus qo'yimiz akalar. Xudo xolasa buni bunday gap. Bittadan laykni bosgan odamga, kanalimiz yangi akalar, bu videoni 2 kundan keyin ko'rasizmi, 3 kundan keyin ko'rasizmi? Обязательно telefon qilavering. Ehtiyot shart, bu sotilib ketib qolgan bo'lsa ham baribir boshqa qo'y bo'ladi Dilmurod akamizda. Hop, Dilmurod aka, endi buni narxlari qanday bo'ladi? Nech pul deymiz buni narxini? Qancha deymiz? Buni 10 millionga beraman. 10 million so'mga ketaveradi, ha? Hop, hurmatli obunachilar, 10 million so'mga telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Qo'ydi yaxshisini olaman deganlarga tavsiya qilamiz. Garbonoslari hamma tomonlama kelishganidan zo'ridan olaman. Razrezlari ham zo'r qilmasin. Dumba razrezlarini bir ko'rib qo'yinglar akalar. Dakkansa razrez ham, oyoq kengliklarini qaranglar. Oyoq kengliklari ham zo'r, xudo xolasa. Hop, Dilmurod aka, telefon qilganga xayrini qilib beramizmi? Yo'l qo'yib beraman. Bundan keyingi partiyalarimiz bormi aka? Bundan keyingi bitta 4 ish qo'chqarim bor. 4 ish qo'chqor bor. Bo'lmasam o'sha qo'yni olib chiqamiz akalar. Sizlar bittadan laykni bosib qo'yinglar. Hurmatli obunachilar, so'nggi partiyamizga mana bu chiqqan qo'chqorimizni qaranglar akalar. Yuzboshlarini kelishganidan, chiroylisidan, zo'ridan olaman degan akalarimizga mana oldi ko'hraklari, xudo xolasa. O'zi tulaydi. O'zi tulaydigan variantdan, oyoqlari stakan tuyoq akalar, qo'ydi go'zalidan. Yoshlarini 4 ish dedingiz-a, bir ochib ko'rsatib qo'ying. Endi ko'chyapti mana. Endi chiqardi 4 ishga mana. Akalar, yangi 4 ish, xudo xolasa. 2 ish desa ham bo'laveradi, 4 ish deylik. O'zi tulaydigan variantidan qo'ydi qaranglar. O'ta ham zo'ridan. Xudo xolasa ozgina tejab turib sovliqqa siraz qo'shaveradi, buni sal qizdirib. Qo'shaveradi. Akalar, xudo xolasa sovliqlar ichiga qo'shib ham ko'rdik, sinab ko'rdik deyaptilar Dilmurod akamiz. Mana Navro'zbek muammosi yo'q deyilyapti. Tirnoqlari o'zi sekin ko'chib
istagan tuyoq bo'ladi. Ash bitta qol, qolganlar ko'chib oldi, sekin. istagan tuyoq Qiyin bo'lyapti. qiyin shart emas tunnalarni ham. Buni bo'ybastlarini nechiga beramiz? 90 olishaveradi buni ham. 90. 7 sog'lomligiga garantiyasi bor. Bir hafta garantiya beradi. Yana aka o'sha aylanib kelib narxiga taqalib qolyapti. Narxini o'sha yo'lida qilib bo'ladigan qilib qo'yib beramiz. Buni ham 10 million so'mga ketaveradi. Ha. Xayr sunnatiga telefon qilganga o'tib beriladimi? Ko'p bo'lmasa ham o'tib berasizmi ozmoz? Bo'ldi, gap yo'q aka. Xudo xolasa akalar bugungi videolarimiz mana shular edi. Bosib obuna bo'lib tursin. Bu kanal o'zimizning kanalimiz bor. Gap yo'q akalar. Kanal xudo xolasa o'zimizga qarashli, qo'ylar ham o'zimizga qarashli. Bittadan laykni bosib qo'yinglar akalar, xudo xolasa. Ash bosgan layklaring kimnidir bo'lib foydaga ishlashi mumkin akalar. Bittadan laykni bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb yozib ketinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xudo xolasa keyingi videolarimizga ham qo'ydi zo'rlarini chiqarishga harakat qilamiz.